Bitta intervyuda Express guruhini o'qib ishga kirdim. Ismim Madina, 20 yoshdaman. MBA Tracking kompaniyasiga keldim. O'rtog'imdan eshitgandim logistika haqida va qiziqib keldim va o'quv kursini o'qidim. Bu Express guruhi aslida bizlarga aytishdi, 2 hafta davom etadi dedi va bizlar 2 hafta davomida o'qidik va o'quv davomi juda zo'r, juda qiziqarli, boshi zo'r voqealarga boy bo'ldi va hamma yo'nalishlarni biz o'rgandik ustozimiz bilan. Конечно, deya olaman. Конечно, uxladi. Umuman bunaqa darajada kutayotgan yo'q edim, rostini aytsam. O'qiymiz, universitetdagidek, maktabdagidek bo'ladi deb o'ylagandim rosti, lekin umuman zo'r bo'ldi, interaktivniy bo'ldi. O'yinlar bilan, praktikalar bilan mazza qilib, guruhdagi bola-qizlar bilan o'qidik. Ustozlar haqidami? Juda zo'r. Особенно senseiga katta rahmat aytaman, chunki darslarni interaktivni, ham informatsiyaga boy qilib, bizni yanada o'zi qiziqib kelganmiz-ku, lekin yanada qiziqishimizni orttirganda Mr. Sensei. Shu rahmat aytmoqchiman. Zo'r bo'lgan darslar. Ish masalasiga keladigan bo'lsak, уже bizlar 2 haftalik o'quv trening tugatdik. Undan keyin srazu o'sha shanba kuni bizlardan test olindi, paper based. Ularni muvaffaqiyatli topshirdim. Уже воскресенье bo'ldi. Birinchi kundan boshlab уже menda ish tayyor. Endi xudo xolasa boshlab oldim ishimni.